Yo'q, bu prank emas. Bu shunchaki sinishi juda ham qiyin bo'lgan smartfon. Honor X9 da. Lekin qanaqasi telefon bunchalik mustahkam chiqqan? Hozir ko'ramiz. Bu Honorning Xitoydagi zavodi. 135 ming kvadrat territoriyali Xitoydagi eng aqlli zavodlardan biri bilan hozir tanishamiz. Xitoydan kelayotgan apparatni biz o'ylashimiz mumkin, qanaqadir podvalda bir nechta odam ustalar o'tirib olib yasashyapti deb. Lekin aslida ko'rayotganlaridek super texnologik zavodda chiqyapti bu narsa. Har bitta millimetri, har bitta milligrammi avtomatlashtirilgan holda yasaladi, tekshiriladi va xaridorga yetkaziladi. Lekin sizni qo'lingizga borishdan oldin telefon maxsus laboratoriyaga jo'natiladi. Odatda biz umuman e'tibor bermaydigan funksiyalar ham bu yerda maxsus tekshiruvdan o'tkaziladi. Masalan, bu apparatning vazifasi telefondan chiqadigan magnit to'lqinlarni inson badaniga ta'sirini o'lchash. Bu xonada esa telefonga yetib kelayotgan 5G signalni sifati tekshiriladi. Bu mexanizm vazifasi esa telefonni zarb